Assalomu alaykum kichik do'stlar. Yaxshi turdinglarmi? Bugun biz qahramonimiz dadalar to'g'risida hikoya o'qib baqandik. Endi qulqinglar menda bo'lsin. O'xshashmaydigan dadalar. Bu kitobning yozuvchisi Steve Simolman, rasmini chizguvchi Sen Julian, tarjima qiluvchi Farida Ma'mat. Ba'zi dadalar quchqini keng ochib, sizni illiq bag'riga besib quchoqlaydi. Ba'zi dadalar sizga hamroh bo'lib, ko'lchakda o'yin o'ynaydi. Yana ba'zi dadalar sizga hamroh bo'lib, siyrilg'uchda siyriladi. Yana dahi ba'zi dadalar siz bilan birga lingil taqtaq o'ynaydi. Yana dahi ilangich uchidi. Ba'zi dadalar siz velosiped minishni o'rganganda, oldi-keyningizda paypaslab yurib, sizni qo'g'daydi. Sizga velosipedni asta minishni jikilaydi. Ba'zi dadalar ko'nglingiz yerim bo'lganda sizni xush qilib, ko'z yoshingiz va burningizni surtib qo'yadi. Yana dahi sizni egiz ko'tarib, aeroplan qilib uchirdi. Ba'zi dadalar sizning dunyodagi har qanday ishni qilishingizga yordam berishni xohlaydi. Ba'zi dadalar suvda o'sirib qo'yib sizga "Baliqlarni cho'chtivatding" deb qo'yadi. Ba'zi dadalar dengiz sohilida sizga ajoyib cho'ng qal'alarni yasab berdi. U qarmoqqa nihoyat sirliq. Yoki qo'lingizni qo'yib etmay, sizga kuch-quvvat ato qilib, botir bo'lishingizga madad berdi. Ba'zi dadalar o'zi g'ort ovoz chiqarib qizg'iq suv ichsimi, siz birni kekirib qo'ysangiz, sizga qarab qaqoqlab kulib ketadi. Ba'zi dadalarning beshi cho'ng, nazaringizda xuddi gigant odamlardek hayvat bo'lg'achqa, mursiga minib olsangiz, o'zingizni necha santimetr o'sib qolgandek his qilasiz. Ba'zi dadalar ishni aplashtirolmasa, yoshirincha achchig'ini chiqardi. Balkim bundoq qilishi chidir tikalmaganligidan bo'lishi mumkin. Ba'zi dadalar tomoqni o'xshatolmasimi, ammo uni o'xshatishga tirishadi. Ba'zi dadalar aytgan hikoyani hamma berilib, diqqat bilan anglaydi. Hamma bolaning dadasi bo'lsimi, ammo mening dadam ularninkiga o'xshamaydi. Bu meni nihoyat xushal qiladi. Shunga men nihoyat xushal. Suyimlik dada, men cho'ng bo'lganda sendek yaxshi dada bo'lishni umid qilaman. Suyimli kichik do'stlar, yoqtirdinglarmi? Sizlarning dadanglar sizlar bilan nima ish qildi? Bu so'zlab berishni xohlamsizlar? Endi xayr xo'sh, Allohga omonat.